Xo'p, sizlar bilan Dart dasturlash tilini o'rganishni davom ettiramiz. Endi qaranglar. Bu yerga birinchi fayl yaratib olamiz. Fayl nomini ikkinchi dars nuqta dart deb yozib olamiz. Nuqta dart. Xo'p, eskisini yopib yuborsak bo'ladi. Eskisi kerak emas hozircha. Xo'p, keyin har bir darsda shunaqa birinchi, ikkinchi dars qilib ketinglar. Xo'p, ikkinchi darsda nima bo'ladi? Ikkinchi darsda bugun sizlar bilan print ichidagi print ichida har xil matematik, mantiqiy ishlarda qilib ko'ramiz. Matematik. Xo'p, qaranglar. Print hello world deb yozing. Hop, hello world qilmoqchiman. Qaranglar, qizarib qoldi. Nimaga qizarib qoldi? Sababini topishga harakat qilinglar. Shu videoni pauza qilib turib. Ha, bo'lmasa aytaman. Buni kesib olamiz va qaranglar, main kodlarimiz main ichida yoziladi. Print hello ham. Ishga tushishda nechta yo'li bor edi? Hop, aytib o'taman. Birinchisi bu yerda. Qaranglar, run bo'ldi, lekin biz natijani ko'rmayapmiz. Ya'ni output ko'rmayapmiz. Output ko'rish uchun bu yerga bosamiz. Va debug konsolga kirsak, outputda mana hello world turibdi. Ikkinchi yo'limiz nima edi? Terminal orqali dart 2 deb turib, tabni bosib olsak, mana bu yerda ham ishga tushirishimiz mumkin edi. Debug konsolga kiramiz, bo'ldi. Endi print 4 qo'shuv 5, misol uchun. Buni natijasi necha chiqadi o'ylaysizlar? To'g'ri topdinglar, 9 chiqdi. Endi keyingisi qilamiz. Keyingisi necha chiqadi o'ylaysizlar? 3 chiqadi. Keyingisi aytaylik. Necha chiqadi? 21. Bundan necha chiqadi o'ylaysizlar? Hop, 18,75. Bundan necha chiqadi o'ylaysizlar? Taxmin qilib ko'ringlar. Bosamiz. 0 chiqdi. Hop, qaranglar. Keyin printni nima qilyapmiz? Print kodimiz nima qiladi? O'sha outputga qavsning ichidagi ma'lumotlarni o'sha hisoblab yoki oddiy chiqarib qo'yadi. Birinchi matn nima qildi? Matn ko'rinishida chiqardi. Ikkinchisida nima qildi? Qo'shish amalini bajardi. Va bundachi ayirish amalini bajardi. Aytirish. Bunda bo'lish. Bunda nima qildi deb o'ylaysizlar? Qaranglar, bu orqali biz, ya'ni nima qildik? Qo'sh tirnoq yozib turib, mana ikkita qo'sh tirnoqning ichida matn yozdik. Shu matn deb turib qabul qildi va matn tariqasida mana hello world deb chiqarib berdi, to'g'rimi? Keyingisida nima qildi? Raqamni yozib o'rtasiga plus qo'shganimizda shu matematik amalni bajardi. Keyingisida minus bajarildi, ko'paytiruvni qo'ydi, ko'paytiruv. Keyingisi nima bo'ldi? Boluv amalni qo'yganimizda mana bu yerda qoldig'igacha hisoblab chiqarib beryapti. Keyin oxirida nima deb o'ylaysizlar buni? Buni
sonlarni o'zgartiramiz. Misol uchun 76 keyin 4 qilaman. 4 qilmaylik. 8 qilaman. Endi buni natijasi nech chiqadi deb o'ylaysizlar? Taxmin qilinglar. 4 chiqdi. 76 buni natijasi 4 chiqdi. Sababini endi sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, qirq besh edi, adashib ketdim. Qirq beshni 9ga maktabda shunaqa bo'lamiz, to'g'rimi? 45 9 ga bo'lganimizda nech chiqadi? Hisoblanglarchi. 5 chiqadi, to'g'rimi? Qoldig'i nech chiqadi? Qoldig'i 0. Bu bir nima ekan demak? 0. Xo'p, tushungan bo'lsanglar, bu qoldig'ini chiqaradi. yetmish olti bo'lib 8da qoldig'i nechi? Qoldig'i 4 chiqyapti. Ya'ni nechaga bo'lyapti bu? Mana uni 72 qilib ko'rik-da. 72 qilsam necha chiqadi deb o'ylaysizlar buni? Natijasi necha chiqadi? Ramni bosyapman. 0 chiqyapti. Sababi nimada? 72 ni 8 ga bo'lyapti. 8 ga bo'lganda necha chiqadi? 9 chiqadi. Qoldig'i bormi? Qoldig'i yo'q. Qoldig'i necha bo'ladi? 0 bo'ladi. Bu qoldig'ini chiqaradi, esingizdan chiqmasin. Qoldig'ini chiqaradi. Faqat qoldiq chiqaradi. Endi buni kelinglar. Agar biz foiz bas oddiy belgini qo'yadigan bo'lsak, 9 chiqadi. Ko'rdinglar mana. 9.0 turibdi. Bu qoldig'ini chiqaradi. Bu foiz qoldiq, esingizda tursin. Xo'p. Shu bilan darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha